Assalomu alaykum. Men Huriya Anvara, life coach va albatta sifra coachman. Bugun biz siz bilan bir raqami to'g'risida so'zlashamiz. Bir raqamida tug'ilgan insonlar, 10-chisloda tug'ilgan insonlar va albatta 28-da tug'ilgan insonlarga bu video albatta siz uchun. Agar siz bir raqamida, ya'ni tug'ilgan bo'lsangiz, aynan sanab o'tgan raqamlarimda siz bu videoni albatta ko'rishingiz kerak. Hayotda bu insonlar yetakchi bo'lishi, o'ziga ishonishi va o'ziga ishonchni kuchaytirishi haqida gap ketyapti. Endi esa bir raqami odamlar tabiatdan qanday bo'lishadi? Ular aslan ularda shunday energetika bor. Ya'ni ular mustaqil bo'lishadi, harakatchan bo'lishadi va ular o'z mehnatlariga, qilayotgan mehnatlariga, ishlariga, qalb kasblariga muhabbat bildirsalar va shunga qarab turib harakat qilsalar, intilsalar, ular har doim eng yetakchi, eng lider insonlarga aylanadilar. Endi esa energiyani ochish haqida. Agar siz bir raqamida tug'ilgan bo'lsangiz, hammasini aytib o'tdim, sizda doimo harakat bor bo'lishi kerak va siz maqsadni aniq qo'yishingiz kerak. Bilingki, sizda ong sistemangizda bir raqami borligi uchun siz ikkilanishga umuman yo'l yo'q. Sizga bir fikr keldimi, bu sizniki. Siz o'sha fikrni albatta realizatsiya qilishingiz shart. O'zingizda fikringizga ishonishingiz shart va albatta bir fikrni amalini bajarishingiz shart. Mana shundan so'ng sizda har doim muvaffaqiyat yetalashib yuradi. Endi qarang. Mana shunday amaliyot beraman. Sizdagi bir raqamini musbati va manfisi bo'ladi. Endi qarangki, musbatini ishga tushirishingiz uchun eng zo'r amaliyot, tabiiy amaliyot. Har kuni ertalab bir marta chuqur nafas olasizda va o'zingizga o'zingiz oynakka qarab bo'lsa ham aytasiz: "Men yetakchilikka tayyorman." Endi ikkinchisi, biror narsada eng yaxshisi bo'lishga intilishingiz kerak. Lekin osonlik bilan qo'rqmasdan olg'a borishingiz ham kerak ekan. Mana shu bir raqamini eng asosiy sirlaridan bittasi. Endi keyingi videolarimni kuzatib yuboring. Albatta, keyingi videomizda 2 raqamini energetikasi haqida sizga tanishtirib o'taman. Kim chuqurroq o'zi haqida bilmoqchi bo'lsa, menga obuna bo'ling va albatta o'zingiz haqingizda ko'proq kashf eting. Alhamdulillah.